Kecha Yozuvchilar uyushmasida qo'limdagi G'ordagi omonat romani muallifi ustoz yozuvchi Xolmuhammad Karimiy bilan suhbatlashdik. Ustozning bitta gapi mening shuurimga chuqur o'rnashib qoldi. Ustoz aytdilar: farzandning yutug'i to'la qonli otaning yutug'i hamdir. Lekin otaning yutug'i farzandniki emas. Va yana aytdilarki, ota farzandining hayot yo'lidagi o'nqir-cho'nqirlardan, qiyin vaziyatlardan o'zining yelkasi bilan ko'tarib olib qo'yib o'tadigan shaxs dedilar. Men shunda mana shu tanlovda g'olib bo'lganim va umuman hozirgi mana shu darajaga yetishimga o'zimning kechalari uxlamasdan o'qiganlarim, shuncha yillik mehnatlarim sababli erishganman deb ich-ichimdan g'ururlanib yurganlarimga rosti kulib qo'ydim. Haqiqatan ham mana shunday buyuk zotlarning duolarisiz, ularning halol mehnat qilib to'kkan peshona terlarisiz men hech kimman va hech kim bo'la olmasdim ham. Ustoz aytgan otaning yutug'i farzandniki emas degan jumlasi esa ota davlati bilan g'ururlanib yurish va otasining kasbiga qarab munosabatda bo'lish kabi holatlarga bildirilgan qisqa va eng haqqoniy javob bo'ldi deb o'ylayman. Fikrlaringizni kutib qolaman.